Assalomu alaykum aziz oqila opa singillar, hammalaringizga xayrli tong. Mana bugun men kechqurun bir piyola qatiq, bir piyola suv, 3 dona tuxum, chayni soda, kichkina qoshiq uchida dro'ja, kichkina qoshiqcha uchida va 2 qoshiq shakar. Shakar albatta soling. Hammasini aralashtirib 2 piyola un soldim. Hammasini aralashtirib, mana oxirida 3 qoshiq moy, semichka moyi, hammasini aralashtirib, mana shu sovuqqa stol ustida qoldirdim. Qopqog'ini yopib, ertalabga o'zi ko'tariladi. Ertalab men yarmini pishirdim. Hozir ag'darib olay. Ertalab pishirdim. Yarmini mana shunday ko'rinishda yarmini pishirdim mana. Men allaqachon 2 donasini yarim piyola issiq choy bilan ichib yeb oldim, nonushta qilib oldim shu yerda. Mana qolganini yarmini pishirdimda, qolganiga nima qildim? To'g'rab qo'ygan bir piyola karamim bor edi, shuni sovordim. Hamda agaroddan bir bog' piyoz terib chiqdim. Mana to'g'rab ko'k piyozni to'g'rab soldim. Mana yarmini piyozlik qilyapman mana. Mana yarmini. Azlar yumshoqqina bo'lib ertalabki nonushtaga pishyapti. Endi mana shunday ko'rinishda tovaga moy solmasdan pishirasiz hamda mana shunday ko'rinishda juda ham past olovda. Mana shunday ko'rinishda juda ham past olovda pishirasiz azizlar mana. Mana shunday ko'rinishda moysiz past olovda qopqog'ini yopib pishirasiz. Mana arzimagan vaqt ketadi, arzimagan bir pasda azizlar. Mana bilasizmi, xonadoningizda qariyalar bordir, yosh bolalar bordir. Ertalabki nonushtaga yumshoqqina qilib arzimagan narsadan tayyor bo'ladi, lekin qancha quvontirgan bo'lasiz va ularni duolarini olgan bo'lasiz. O'zingizga ham yaxshi. Mana arzimagan xarajatdan bir dunyo chiroyli dasturxoningizga ertalabki taom tayyor bo'ladi degan umiddaman mana. Mana yumshoqqina azizlar, hech narsa ketmaydi. Tayyorlang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.